Bugun jahon hamjamiyati birdaniga ikkita yirik va xavfli frontdagi voqealar rivojini xavotir bilan kuzatmoqda. Bir tomondan Yaqin Sharqdagi AQSh va Eron o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuv ortga qaytmas nuqtaga kelgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Rossiya agressiyasiga qarshi kurashayotgan Ukrainaning ichida jiddiy katta siyosiy inqiroz boshlandi. Har ikki hududdagi vaziyat xalqaro xavfsizlik shartlaridan butunlay o'zgartirib yuborish arafasida turibdi. Zamonuz sizlarga AQSh va Eron o'rtasidagi hozirgi vaziyat hamda Ukrainadagi Zelenskiyga qarshi namoyish haqida batafsil ma'lumot beradi. Washington va Tehron o'rtasidagi urush kengaymoqda. Yaqin Sharqdagi vaziyat so'nggi kunlarda o'ta keskinlashdi. Pentagon dam olish kunlari yuz bergan shiddatli havo janglari yana bir amerikalik askar halok bo'lganini rasman tasdiqladi. Ma'lum qilinishicha, harbiy xizmatchi Shimoliy Iroqda urib tushirilgan Eron hujumchi dronni zararsizlantirish vaqtida halok bo'lgan. Bundan tashqari Iordaniyadagi AQSh aviabazasiga berilgan raketa zarbalari joyidan bedarak yo'qolgan yana bir askarning jasadi qoldiqlari topilgan. Shu tariqa to'qnashuvlarda halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 17 nafarga yetdi. AQSh harbiylari bunga javoban Eronga qarshi ketma-ket 9-chi yangi zarbalar to'lqinini boshladi. Eron esa AQSh harbiylari joylashgan Kuvayt, Bahrayn va Iordaniyaga raketalar guldastasini jo'natdi. Kuvayt rasmiylarining bildirishicha, Eron hujumlari oqibatida mamlakatdagi neft obyektlari hamda suv va elektr stansiyalari jiddiy zarar ko'rgan. Tinch aholi hayoti uchun muhim bo'lgan bunday infratuzilmalarga zarba berilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan urush jinoyati sifatida baholanmoqda. Vaziyat keskinlashishi fonida AQSh, Germaniya va Britaniyadagi F-16 hamda F-35 qiruvchi samolyotlarni zudlik bilan Yaqin Sharqqa safarbar qila boshladi. Global bozorda esa neft narxi keskin ko'tarilmoqda. Ekspertlarning fikricha, prezident Tramp Isroil bilan birgalikda boshlangan Eronga qarshi urush endi mintaqaviy miqyosga chiqib, global inqirozga aylanmoqda. The Washington Post nashrining yozishicha, AQSh Eron bilan keng ko'lamli urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. Oq uyda muhokamalardan xabardor AQSh rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Washington Eronga qarshi harbiy operatsiyani kengaytirishni ko'rib chiqmoqda. Nashr Pentagon Yaqin Sharqda jangovar havo kuchlari ko'paytirayotganini ta'kidlaydi. Biroq operatsiyani yanada kengaytirish, havo mudofaa zaxiralari va uzoq masofali o'q-dorilarning kamayishi, shuningdek jangovar yo'qotishlar tufayli qo'shimcha qo'shinlar va samolyotlarni joylashtirish imkoniyatlari cheklanganini murakkablashishi mumkin. Bir manba AQSh operatsiyalari xavfsiz davom ettirish uchun resurslar yetishmasligini aytdi. Avvalroq AQSh markaziy qo'mondonligi Eron hududida yangi zarbalar to'lqini boshlanganini e'lon qilgan edi. O'z navbatida Eron agar AQSh hujumlarini davom etsa, hujumkor operatsiyalar va vayronkor qilish bosqichi boshlanishi